Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Bizda bugun 7:30da uyg'onib, zavtrak tayyorladik. Xudo xohlasa biz kechadachaga chiqib ketdik, videolar ololmadik. Sizlarga qo'ldan kelgancha mini obzor qilib beraman. Bu hozir zavtrak tayyorlaymiz. Bor narsamizni qo'yamiz, unaqa tayyorgarlik qilmadik. Maza qilib cho'milgani kelganmiz biz. Pichoqlar bizada emas. Kichkina qoshiqlar ham yo'q ekan. Mayli, Xudoga shukr, yetkazganiga. Yuringlar, endi keyingi videolarni ko'rsataman. Bu огородimiz. Kichkina yashil zonasi bor ekan. Orqasida shunday tog'. Bu yerda Shahnozaxon tuxum qo'yryaptilar. Shunday quyosh tushyapti, bemalol video ola olmayapman. Kecha cho'milganmiz ozgincha. Kech bo'lishiga qaramang, suv ilig'ida. Hozir zavtrak bo'lib, vaqtda kech qizmaymiz, ovqat deb ovqat ham qilamiz. Lekin cho'milamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana bu yashil zonachasi kichkinagina. Shu narada Nabodoga erkaklar o'rtasida cho'milishi bemalol. Bittali basseyn, filtrli, toza, akkuratniy uy ekan. Endi to'g'ri kamchiliklar hamma yoqda bo'ladi. No yoqdi, bo'ladi. Kelish kerak edi. Mana sariyoni qizdiryaptilar. Ikkita tuxum chaqyaptilar. Buni tuxumlarimizni uyda yuvib, korobkaga joylab kelganmiz Nabodoga. Siz ham olib kelmoqmisiz? Mana. Kelin hayoti sizlarga. Hozir olib keladilar. Olib kelyaptilar, salfetkada qurtyaptilar. Chiroyli qilib qurtib beraman dedilar. Sariyog'imiz qizinibdi-da. Xullas, bu hozir ichkarida erkaklar uxlashyapti, bolalar. Hali yana obzor qilib beraman. Tuxum qovurish jarayoni o'choqda. Ichkaridagi gazda buchka yo'q ekan, shuning uchun hovlida qovuryapmiz. Sariyog'da, chala sariyog'da. Birinchisi zo'r sariyog'da bo'ldi, qolgani o'zi. Ozgincha yog' qo'shdik-da, shuncha shunga aytaman. Sizlarga maqtayman. Manami? Xullas, mana tuxumlarni qovurib bo'lyapmiz, shunaqa silliqqina chiqyapti. O'sha erkaklarga qovurib qo'yamiz, ustini yopib qo'yib qo'yamiz, chunki o'choqni o'chirib, yuvib tarab chiqib ketamiz-da. Hamma o'zini ishi bilan. Bu ovqat qilsa, Xudo xohlasa, uni ham bo'lishamiz. Tabiatchi bu tomonda-da, devor orqasida. Quyosh bo'lgani uchun olmayapti. Tusholmayapti. Xo'sh, mana endi obeddan keyingi ovqatimizni boshladik. Mana endi opajon cho'milyaptilar, men olyapman. Mana go'shtlarimiz tayyor bu yerda. Bu yerda mana xo'jayinimlar qilib berayotganlar bizga bugun. Nima ovqatimiz nomi? Qozon kabob ekan. Kartoshkalarni terisini ochmaymiz dedilarmi? Svet kartoshka bor-ku. Shunaqa ekan. Shuning uchun ochmayaptilar terisini. To'st achtirmadilar. Shunaqa. Mana bu qovurganimiz terisi bilan g'alati chiqdi-da. O'shancha hammasini endi terisini archdik boshqatdan. Hozir buni ham archib tashlayman. Mana o'sha bu yoqni. Bu o'sha mana qizarib chiroyli bo'lib chiqyapti. Bunda bilinmadi qizargan. Ha, go'shtimizni ajratib oldik. Juda ham ko'p olib kelgan ekanmiz. Go'shtimiz mana отдельно. Yog' suvurog'ini tergin dedilar Nabodoga. Adajonga yog'liq qildikmi? Yog'lig'ini oldik, mana dumba. Bu yerda mana kartoshkalarimiz pishib qoldi. Qizarib chiroyli bo'ldi. Bu yerda mana ko'rsata olmayman-u, cho'milishyapti bu yerda avjida. Bu yerda opa
Kartoshkamiz tayyor. Tuz sepib aralashtirib qo'yarkanmiz buni. To'g'ri akamiznikilar. Bu yoqda endi mana go'shtimizdan boshladim. Bugina qatda. Qovurilish jarayoni. Laganni bo'shatib qo'ydik shunga. Osh bo'lsin ekan. Muzayana. Mana endi yog'imiz ko'payib ketdi. Menimcha yog'larni olyaptilar. Hammasini olasizmi? Ozgina qoldirar ekanlar. Go'shtimizni. Ana videoda nimaligi bilinmayapti, lekin o'zi shunaqa chiroyli. Shuncha dahshat bo'ldi. Bitta kosani to'ldirdilar, bitta kosa suv nimaga? Qo'shib yuborasizmi suv? Suv dimlagan ekan. Mana yog'imiz. Mashallah. Tegini tozalab o'tirmadi, gapirishmasin. Tegini tozalamabdilar. Gapirmas ekansizlar. Ovozim eshitilayotganini ham bilmayman, lekin muzikaga. Zrachek bordilar ozgina, uspetmadim olgani. Endi kartoshka mana. Bay. Ustiga teryaptiraman. Suv savamiz endi. Yetadimi? Suv? Mana dimlab qo'ydilar. Tegoz gazini to'g'rilayapti. Mana tiqildim. Balanmasmi? Qancha turadi endi? 40 man turishar ekan. Mana почти pishibdi shekil mana. Отдельно qildilar go'shtini. Kartoshkasini yana uyg'urayaptilar. Xudo xolis tayyor bo'lib qoldi. Tayyorini ko'rsatamiz. Mana tayyor bo'ldi ovqatimiz. Endi shoshilib olamiz, chunki hamma kutyapti bizani. Mana bu yerda oldingizga qo'ying. Achuchu ham bor. Opajon qildilar. Ovqatimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha. Xayr, salomat bo'linglar.